o'sha yerda mana yuribsizda Tailandda. Полный 2-3 mahal trenirovka qilasiz, disiplina. Kecha menga aytdingiz 10 da uxlayman dedingizmi? 10 da 11 da уже konkretno uxlab bo'lgan bo'laman. Shunaqa rejimda yurganingizda, men bitta tas PR qilib chiqib pul ishlayotib. Anshasi обидный lekin aka borib. Juda ham inaqda aytganingiz shu gapingizga juda ham обидно shu disiplina tarafli, hamma tarafli qilib yurisiz. Sportda natijani ko'taray, poyez ko'taray, upu deb yurisiz. Kim qanaqadir dehqon chiqadi, ikkita baqiradi, hamma sponsorlar o'shanga qaraydi keyin. Sponsorlar lekin ko'pinchasi baqiradi, biz podдержка qilamiz, boyislarni upu qilamiz. Sizlar kim qanaqadir dehqonlarni podдержка qilasizlar, normalniy boyislarni o'rniga. Mana shunisi обидно только bo'ladi, что qanaqadir nesправедливо bu. Tailandda hech mana shu O'zbekistonda bo'layotgan PR narsalar, hech Tailandda boshqa millatlarga tarqalib qolmaydimi? Aka, вопрос bo'lib qolmaydimi? Yo'q, вопрос bo'lmaydi, lekin ko'pinchasini boshqa mamlakatlar bilan qayerdan desa O'zbekiston desa boshlaydi ularning ismini aytish. Ammo aytaman, odamga o'zi ayron qolasizda, ularni biladi, boshqa boyislarni bilmaydi. Ramazon, Nursulton aka, boshqa Даже boshqa millatlar ham bilyapti bularni piyachilarni. Da, o'shani aytaman, boshqa Ironliklarmi, Brazil bilmayman, kimlarni ular ko'rsatadi. Ana uni taniysanmi dedi, uni taniysanmi? Yo'q, tanimayman deyman. Rostdan? Yo'q, Ramazonni ko'rsa, Nursultonni akani, boshqa boyislarni, dostoyniy boyislarni ko'rsa, aytsa, "Конечно, ты это мой земляк" deb. Ular ko'rsatmaydi aka. Endi bizning hozir hayotimiz shunaqa, Instagramda ham движуха. Instagramda ular yo'rib yotibdi. Черный хайп тоже хайп deydi, PR. Так что